Anya Lovers. Yaqinlashib kelayotgan to'yingiz munosabati bilan tabriklashga ijozat bering. Men Arya Trading kompaniyasidan Keyin Tuliman. Man Rishi Imgard Wisnerman. Men bilan uchrashish uchun shunday yo'lni bosib o'tganingiz uchun rahmat. Hozir yilning U naqadar sira ham yoqimli vaqti, to'g'rimi? o'zgarmagan. Rishi Uni xonim, menga to'yingiz qilgan yilning yaxshiliklari 8-oyida bo'ladi deb uchun aytdingiz, albatta. to'g'rimi? Javob qaytarishim kerak. Qay yo'l bilan bo'lsa-da. Yurtsiz Chunki kabi o'tgan go'zal hayotlarimning ayolni eng o'zini xonimi birinchisida, sifatida olishi eng juda qiyin ham vaziyatlarimda qiziq. shu Rostini aytsam, inson Mangal menga Xenga yordam hasad qilaman. bergandi. Ishonchim komilki, allaqachon eshitgansiz, lekin to'yim kam ko'zsiz bo'lishi kerak. Siz esa bunda yordamlashasiz. Juda yaxshi. Bu bayonotni qanchalik qadrli ekanligini bilmaysiz. Yana bir gap, mahsulotlaringizni hozir ko'rsam bo'ladimi? Rishi xonim, sizga sotadigan menda hech narsa yo'q. Telegramdagi Anya Lover. Meni kechiring, noto'g'ri tushungan ko'rinasiz. Biroq men aytganimdek, siz kabi xonim aynan bizni mijozimizga aylana olmaydi. Sababini bilmoqchiman. Biz sotib olishimiz mumkin bo'lgan narsalar sizni darajangizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Haftadan bu oldi sotdik-a? Siz o'z hayotingizni xavf ostiga qo'ygan ko'rinasiz. Men o'z vaqtida juda ham ko'p turli odamlarni kuzatdim. Lekin negadir siz ularning har biriga qaraganda kuchliroq qarorga egasiz. Siz oddiy savdogardan to'y mollarini sotib olayotganingizni o'ylab ko'rdingizmi? Axir bu inson hayotida bir marta bo'ladigan voqea. Shuning uchun kam ko'zsiz bo'lishini xohlayman. Sizdek insonga ishonmoqchiman. Iltimos tinchlaning, ishonchim komilki to'y marosimlari ajoyib o'tadi. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, bizning mahsulotlarimiz bu vazifalarni o'tay olmaydi. Taklifingiz uchun rahmat. Bu men uchun sharaf. To'xtang. Qolganlarni hisobga olmaganda, Galxayn juda ham ta'sirli mamlakat, shunday emasmi? Bir muddat ishimizni unutib, diqqatga sazovor joylarni bir necha kun aylanish to'g'risida o'ylayapman. Kechirasiz, balki kelishib ketarmiz. Alvido, go'zal kelajakni toj malikasi. Yaxshilab eshit, Rishi. O'z mijozlaringni tanlay oladigan savdogarga aylan. Faqat biz orqali olish mumkin bo'lgan mahsulotlarni yoki boshqa qiymatlarni taklif qil. Agar shunday qilsang, biz mijozlarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. U meni tanlashiga majburlay olmadim. Agar bunday bo'lsa, qachon Arya kompaniyasi yer yuzi bo'ylab tarqaladi? Anu Rishi xonim. Nega bo'lajak malika bunaqangi ishlarni qilyapti? Shahzoda Arnold bunga ruxsat bergan. Shuning uchun dorivor o'simliklarni yetishtirmoqchiman. Axir ular orqali qanchadan qancha odamni davolayman. Tushunarli. Lekin o'ylashimcha, u shunchaki mendan ehtiyot bo'lishni afzal bildi. To'g'ri, u ehtiyotkor odam, lekin baribir pulni yaxshi ko'radigan savdogar. Yoki nimanidir e'tiborsiz qoldirdimmi? Bir muddat ishimizni unutib, diqqatga sazovor joylarni bir necha kun aylanish to'g'risida o'ylayapman. Bugun uchun yetarlicha ishladim. Allaqachonmi? Ishingizni qilaverishingiz mumkin. Xonamda shunchaki dam olaman. Ha, yaxshi. Ishonchingiz aniq komilmi, boshliq? Siz malikadan katta pul topish yo'lini chetga surib qo'yyapsiz. Ahmoq, agar biz u ayolni mijoz sifatida qabul qilsak, katta yo'qotishlarga duchor bo'lamiz. Xush kelibsiz, boshliq Tulli. Siz g'alaba qozondingiz, xonim. Tez orada men bilan uchrashishni istashingizni bilmagandim, lekin bu Axir bu ikki tomon uchun ham ma'qul taklif edi. Bundan foydalanish kerak. men juda ham hayratdaman. Ishchilarimga ichkilik ichirasiz deb o'ylamagandim. Buning uchun rahmat aytish shart emas. Ular shunchaki yaxshi ishchilar. Buni bir chetga surib, sizni sochingizga bu rang yoqimli tushganini ayta olaman. Sochlarimning rangi insonni biroz qo'rqitardi.
Sizni oldingizga kelish uchun shunday daromaddan voz kechishimga to'g'ri keldi, janob. Hech qachon. Axir siz bundan ham daromadliroq narsani olib keldingiz, shunday emasmi? Xo'sh, siz xohlaganingizdek muzokarani boshlaymiz. Keling, ichimlikdan boshladik. Yana bir narsa. Biz bu yerda ekanmiz, iltimos, erkin gapiring. U doim rasmiy gapirganda men o'zimni noqulay his qilaman. Roziman, agar shunday qat'iyat bilan turib olsangiz. Xo'sh, xonim, endi meni fikrimcha, men to'yimga ko'ylak olmoqchiman degan shov-shuvlar bo'lmaydi, shunday emasmi? Ha, bunday ishlarni qilmaslikka sizga va'da bera olaman. Aniq. Meni intuitsiyam nimadir demoqda. Unga ko'ra, men sizni mijoz sifatida emas, balki savdo hamkori sifatida qabul qilishim kerak. Agar rejangizni to'liq bilmasam, men sizga yordam bermayman. Lekin xavotirlanmang. Tashqi ko'rinishimga qarab, menga baho bermang. Men sizga har qanday foydani va'da qila olaman. Yo'q, hatto siz tasavvur qilganingizdan ham kattarog'ini. Endi ichingizda bor bo'lgan barcha sxemani menga to'kib solishingizni so'rayman. Ilojim yo'q. Nima? Men sizga rejam haqida gapira olmayman. Shunga qaramay, Aria Trading kompaniyasi hamkorim bo'lishini istayman. Juda ham qiziqarli narsalarni aytasiz, xonim. Siz menga hech narsa aytmasdan shartnoma tuzishimni xohlaysiz va bundan menga foyda kelishi aniq emas. Bu savdogarlar eng yomon ko'radigan taklifdir. Albatta kompensatsiya bo'ladi. Men foyda ko'raman deganda faqatgina sizga ishonaman deyapsizmi? Juda ham yaxshi fikr. Keyingi bir necha yil ichida bu mamlakatning shahzodasi boshqa mamlakatlarga urush ochadi va men uni to'xtatish uchun reja tuzyapman, lekin buni unga ayta olmayman. Meni tinglang, xonim. Men o'z sezgilarimga juda ham ishonaman. Lekin men bundan ham muhimroq deb biladigan narsa bu natijalar va ishlash isboti. To'g'rimi? Men ham shu narsa haqida o'ylayman. Poytaxtda muvaffaqiyat qozoning. Agar meni munosib hamkor deb hisoblasangiz, qaroringizni yana bir bor o'ylab chiqishingizni xohlardim. Menga yoqdi. Agar sizni fikringiz foyda keltirishi mumkin bo'lsa, tan olishimni xohlaysiz deyapsiz, to'g'rimi? Aynan shu narsa menga yoqadi. Ha, buni juda yaxshi bilaman. Sizga bir hafta muhlat. Men buni intiqlik bilan kutaman, xonim. Demak, bu va'dangiz. Kattakon rahmat. Va yana bir gap, hamma ishchilaringiz uyg'onganda bu dorini ularga ichiring. Bu yana nima? Keyinchalik buni nimaligini tushunib olasiz. Bu yerdan yashirincha chiqib ketish oson ish emas. Juda ham kechikding. Nega bu yerdasiz, janob oliylari? Savdo taklifing rad etilganini eshitdim. Bu juda ham g'alati hikoya. Oddiygina savdogar kelajakdagi toj malikasi so'rovini rad etdimi? Vaqtingni xohlaganingcha o'tkiz deganman. Shuning uchun ham harakatlaringni tanqid qilish mantiqsiz deb o'ylayman va shu sababgina qaytishingni kutdim. Shunday qilib, sen ham tunda yolg'iz odam bilan duch kelganingda shunday ko'rinar ekansan-da. Men juda afsusdaman. Kechasi yolg'iz saroydan chiqib ketish sizni bo'lajak rafiqangiz sifatida noto'g'ri. Agar obro'yingizga putur yetkazib, Men bunga ahamiyat bermadim. Bundan xafa emasmisan? nima? Yo'q, xafa emasman.
Bundan bu yog'iga qachon shaharga chiqsang, men sen bilan birga boraman. Senga aytganimdek, xohlagan ishingni qilishing mumkin. Shunchaki o'sha paytda men senga hamroh bo'laman. Lekin Hazrat Oliylar bunga vaqtingiz bo'larmikin? Xohlaganingni qilishing mumkin dedim, lekin o'zingni xavf ostiga qo'yish erkinligini aytmadim. Nima bo'ldi? Siz menga nisbatan juda xushmuomalasiz. Agarda men senga seni shaharga borishingga boshqa imkon yo'q deb cheklasam, sen jimgina meni tark etasan, shundaymi? Garchi sochlaringni bo'yagan bo'lsang ham, qo'shimcha shartlar bilan senga ruxsat berish cheklov sifatida ishlaydi. Buni shunchalik oddiy qabul qila olasizmi? Ha, shunday. Seni tushunish shu darajada qiyinki, men seni harakatlaringni oldindan ayta olmayman. Bu sizlarga yoqadimi deyman. O'sha boshliq ham shunday degandi. Boshliq deysanmi? Sen va Arya Trading kompaniyasi o'rtasida nimalar bo'lgan? Hazrat Oliylari, Ha, qorningiz ochmi? Janob oliylari, men kechirim so'rashim kerak bo'lgan narsa bor. nima? Qorningiz ochligini so'rab sizni tushlikka taklif qildim, lekin haligi men juda dahshatli oshpazman. Ha, Juda afsusdaman. xo'sh, oshpazlik tajribasiga ega bo'lgan oliyjanob ayolni topish juda ham murakkab. O'tmishdagi hayotimda ham oshpazlik bo'yicha hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmay yashaganman. Menimcha Hazrat Oliylari bu sho'rva dengizga mos emas. Bu juda yaxshi. Nima? Bu sho'rvani ichsa bo'ladi. Menimcha u yomon narsani ham yaxshi deb aytyapti. Qo'y. Ayni damda men to'g'rimda yomon narsani o'ylayapsan. Yo'q, umuman unday emas. Ta'rifingiz uchun katta rahmat. Och qolganimga sen aybdorsan. Tezroq idish-tovoqlarni joylashtiramiz. Albatta. Shuning uchun men ularga bir hafta ichida yangi biznes g'oya taklif qilishim kerak. Tushundim. Qaysi ma'noda? Men tushundim deb aytdim. Nima qilishni xohlayotganingni tushunaman dedim. Siz mendan Arya Trading kompaniyasidan nima uchun foydalanayotganimni so'ramaysizmi? Sen buni savdo kompaniyasidan sir tutgansan, shundaymi? Demak, buni menga aytishingni tasavvur qila olmayman. To'g'ri aytyapsiz, lekin Bu biznesni o'ylab topdingmi yoki o'ylab yurganmiding? bir nechta g'oyalarim bor edi. Agar ulardan birortasi ish bergan taqdirda ham poytaxtdagi aholi qanday ekanligini bilmayman. Ular qanday narsalarni yaxshi ko'rishini o'rganishim kerak bo'lgan narsalar bor. Buni qiyin jang bo'ladi deb hisoblaysanmi? Ha, rostdan ham bundan mamnunmisiz? Istaganingni qilishing mumkin. Men esa qaytishim kerak. Ha, albatta. Xayrli tun. Lekin nimadir noto'g'ri. Sen meni ukam bilan uchrashdingmi? Sizni ukangiz? Yo'q. Juda yaxshi. Agar u senga yaqinlashsa, uni kayfiyatini ko'tarishga urinma. Bilishim kerak bo'lgan narsa bormi? Buni bilishingni hojati yo'q. Bu shahar aholisi, erkak va ayol nisbati, yosh bolalar taqsimoti, iqtisodiy rivojlanishdagi o'zgarishlar va atrofdagi qishloqlar ahvoli, savdogar va sayohatchilar haqidagi ma'lumotlar kerak. Ertalab bog'da ishlayman, tushdan keyin esa kitob o'qiyman.
To'y marosimiga ham tayyorgarlik ko'rishim kerak. Bugunga charchadim, dam olishim kerak. Yarim tungi ovqat. Nima? Hech narsa. Nazarimda Reja xonim zo'r oshpaz bo'lsa kerak. U ovqat pishirishda yomon ekanligini aytdi, lekin juda ham yaxshi. Xo'y, menga aytchi, sho'rvaga dorivor o'tlarni qo'shish odatiy holmi? Sho'rvagami? Yo'q, odatda bunaqa qilinmaydi. Tushunarli. Menimcha, kecha yaxshi dam ololmagansiz, shunaqami? Biroz sayrga chiqqan edim. Iltimos, o'zingizni qattiq urintirmang. Rishi xonim, iltimos orqaroq turing. Xonaga qaytamiz. Atrofda qora sochli yigitlar kamdan kam uchraydi. Rishi xonim. Rishi? Yo'q. Siz mening katta opamisiz? Tanishganimdan xursandman. Mening sevimli opam. Nihoyat biz uchrashdik. Siz bilan uchrashmoqchiman deb juda ham ko'p xat yubordim. Lekin akam birorta ham javob qaytarmadi. Qanchalik qo'pollik. Bunchalik xijolat bo'lishning hojati yo'q. Men Teodorman. Teodor Avgust Hayen. Men taxtdan keyingi ikkinchi o'rindagi Arnold Hayenning ukasi bo'laman. Menga hazrat oliylari u bilan vaqt o'tkazma dedi, lekin siz bilan tanishganimdan xursandman. Men Rishi Imgard Wisnerman. Taqdir menga bu imperiyaning bir bo'lagi bo'lishimga yordamlashdi. Umid qilamanki kelishib ketamiz. Juda qiziq. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Bu yer bog' uchun yaratilgan maydon edi. Buni siz qildingizmi? Oh, qanchalik ajoyib. Bunday ajoyib to'shak kamdan kam uchraydi. Lekin meni bir narsa bezovta qilmoqda. Bu yerga bir qaraysizmi? Nima, biror narsa bormi? Mana bu yerda. Nima? Men sizni qutqarmoqchiman. Bechoragina. Shunday joyga sudrab kelishdimi? Siz haqiqatan ham kelin emassiz. Garovga olingansiz. Buni bilasizmi? Ha? Shahzoda Arnold doim menga yaxshi munosabatda, garovda emasman. Bugun siz bilan uchrashganimdan xursandman. Ko'rishguncha. Taxt uchun ikkinchi voris hech qachon akasining bo'lajak xotini bo'lgan ayol bilan uchrashish uchun poytaxtga kelmaydi. Bu harakatlaringiz biroz xizmatingizga mos kelmayotgandek tuyulmayaptimi? Ukasini oldida bo'lishimga ruxsat bermasliklaringiz kerak, to'g'rimi? Bu biz sizga ayta oladigan yagona narsa. O'zi, aka-ukalar yaxshi munosabatdami? Bu haqida ayta olmaymiz. Bunday g'alati savol uchun uzr. Hech qisi yo'q. Bu haqida miyamda keyinroq muzokara olib boraman. Hozir esa hamkorim kelishi kerak. Buni takrorlashga majburlamang. Bizni harbiy kuchimiz xalq himoyasiga qaratiladi. Qaror allaqachon qabul qilingan. Oddiy aholini himoya qilish uchun mintaqaviy lordlarga e'tibor bermaysizlarmi? Bundan nima ma'no bor? Dvaryanlarning shaxsiy qo'shinlari bor va ular xalqlarni saqlash uchun mablag' bilan ta'minlashmaydi. Istaganingizni aytavering. Janob oliylar, buni iltimos o'ylab ko'ring. Bu qaroringizga otangiz ham rozilik bildira oladi deb ayta olmayman. Men bilan bahslashmang. O'rningizni biling. Haligi Lordlarga alohida xabarnomalarimni yuboraman. Nima xabarnomalar? Odamlarni himoya qilish faqatgina ularning foydasiga bo'lishi kerak, to'g'rimi? Agar biz kuchlarimizni odamlarni himoya qilishga va ularni xavfsiz yashashi uchun imkon yaratib bersa,
va oxir oqibat tushumlar ko'payadi. Bu esa lordlarga foyda keltiradi. Agar shunday bo'lsa, lordlar o'zgarishlarni qabul qilishlari mumkin. Demak, suhbat tugadi. Urush natijasida olingan tovonlarga bu mamlakatni yuksaltirish mumkin albatta. Bu siyosat esa Arnold Hayen tomonidan kiritilgan. U kuch bilan odamlarga foyda keltiradigan siyosatni oldi suradi. U o'tgan hayotimdagi taassurotlarimdan juda farq qiladigan inson. Mayli, xayrli tun. Xayrli tun xonim.